Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizningki 3-darsini o'qiymiz. Ko'rganinglardek biz 1-soatlik darsimizda grammatikaninki umumiy xaritasi bilan tanishib chiqqan, ya'ni grammatikaninki kalima va kalamdan iborat ikki narsa ustida tadqiqot olib boradiganligi va so'zlaydiganligini o'rgangan. Uningdan keyin kalamni 3 ga bo'lib, ya'ni ism, fe'l, harf deb 3 ga bo'ladiganligi. Uningdan keyin ismni mu'rab va mabnidan iborat cho'ng ikki turga bo'lib so'zlaydiganligini o'rgangan. Uningdan keyin ismni mu'rab, mabni deb bo'lib bo'lgandan keyin arab tilidagi mabni ismlar qaysi bo'la bilan umumiy jihatdan bir qurib tunishib chiqib bo'lgandan keyin mabni ismlarning birinchisi ad-damair, ya'ni kishilik almashlar bilan tunishib chiqaydik. Endi bugungi darsimizda biz arab tilidagi mabni ismlarninki ikkinchisi bo'lgan asmaul ishora bilan tunishib chiqamiz. Ya'ni ko'rsatish ismlari bilan tunishib chiqamiz. Ismul ishora, ismi ishora, ya'ni ko'rsatish ismi. Ko'rsatish ismi degan nima degan gap? Buning arab tilidagi tunishtirilishi ma'vudi aliyadulla ala musharin ilayh. Ya'ni ko'rsatilmoqchi bo'lgan narsaga, ya'ni ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani bildirish uchun qo'yilgan narsa deydi. Ya'ni bir narsani biz ko'rsatmoqchi bo'lsak, shuni bildirish uchun qo'yilgan narsani biz nima deymiz? Ismul ishora deymiz. Ya'ni ko'rsatish ismi deymiz. Endi biz Uyg'ur tilida bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lsak yoki bir odamni ko'rsatmoqchi bo'lsak, hammasiga yaqinda bo'lib qolsa bu deymiz. Yiroqda bo'lib qolsa o deymiz. Birlik, ikkilik, ko'plikka bular ko'plikka bular birlik bo'lib qolsa bu deb ko'rsatamiz. Er ayolga o'rtaq ishlatamiz. Erni ko'rsatmoqchi bo'lsakmi bu deymiz, ayolni ko'rsatmoqchi bo'lsakmi bu deymiz. Ammo arab tilida o'xshamaydi. Arab tilida erlarni boshqa, ayollarni boshqa, birlik odamni boshqa, ikki odamni boshqa, ko'p odamni boshqa, yiroqdikini boshqa, o'tir holdikini boshqa va eng yiroqdikini boshqa holatda ko'rsatadi. Ya'ni har birining ayrim bor. Demak, arab tilidagi ko'rsatish ismlarini mundaq cho'ng 5 turga bo'lib tushunsak bo'ladi. Ya'ni ism ishorat birinchisi va. Bu yaqindagi erlik, birlik uchun ishlatiladi. Ya'ni bu degan gap va bu degan gap. Buning beshiga diqqatni chekishninki hasi va arab tilida. Ya'ni ha'u tanbih deb ataymiz, diqqatni tartish, diqqatni chekishning hasi. Bu beshiga qo'shilib hada bo'lib keladi. Ya'ni za lil mufradil muzakkar. Birlik erlik uchun. Masalan, man zallazi yuqridulloha degan bu oyatdagi za bu degan ko'rsatish olmishi. Ko'rsatish ismi. İkincisi zani zayni. Bu lil musanna al muzakkar. Erlik ikkilik uchun. Zani pashlik holatida, zayni zivarlik yoki zirlik holatida. Masalan, kana zani maridayni. Bu ikkisi kasal edi degan bu jumladagi zani bu ikki degan ikki odamni ko'rsatish uchun ishlatildi. Üçüncüsü ta, ti, vi, tihi, vi, tihi, vihi. Mana bu 6 tane ko'rsatish ismining hammasi ayollik birlik uchun ishlatiladi. Ya'ni bir dona ayol kishini ko'rsatmoqchi bo'lsak, mushuning qaysi birisini ishlasak bo'ladi. Ammo arab tilida, arablarda eng keng ko'lamlik hozir qadar ishlatilayotgani vihi. Ya'ni buning beshiga diqqatni tortishning hasi qo'shilib, hadihi deb ishlatiladi. Masalan, marartu bizit talibati. Bu o'quvchining qishini qanday qildim? O'tdim degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, bu deganni vi deb ishlatdik. Vi. Ya'ni vimo ayollik birlik uchun ko'rsatish olmishi. To'rtinchisi tani tayni. Bu ayollik ikkilik uchun. Lil musanna al muannas. Masalan, zahabat tanil fatatan. Bu ikki qiz ketdi. Bunun beshiga ko'pincha hollarda tanbih, ya'ni diqqatni chekishning hasi qo'shilib ishlatiladi. Masalan, zahabat hatanil fatatan deb bunday ishlatiladi. Uningdan keyin 5-inchisi ulai ula. Mana bular
lil jam'il muzakkar vel muannas. Er ayollik o'rtaq ishlantiriladi, lekin ko'plik ishlantiriladi. Buning beshiga ba'zi vaqtlarda, ko'pincha hollarda tanbihning hasi qo'shilib ishlantiriladi. Masalan, haula'i ulayga ulaika deb maqal shaklida ishlantiriladi. Ularga haula'i deb qo'shilib ishlantiriladi. Bu er ayollik o'rtaq, lekin ko'plik uchun. Masalan, ha antum ulai tuhibbunahum. Bu yerdagi tanbihning hasi bilan bu ism ishorat ayrilib ketgan. O'ttirg'i bir domir kelib ayrılib ketgan. Bundaq ahvollar to'g'ri. Arab tili grammatikasida ism ishoratning beshiga keladigan tanbihning hasi bilan ism ishoratning o'ttirisini shu ko'rsatmoqchi bo'lgan narsaninki domirsi ayrılması bo'ladi. Masalan, ulai yani ula degandan maqsad kim o? Antum. Demak, shu ko'rsatmoqchi bo'lganninki domirsi tanbihning hasi bilan ism ishoratning o'ttirisi qanday qildi? Ayirvatdi deymiz. Mana bu arab tilidagi ism ishoratlar. Endi buning bir qism hukmlari bor. Biz yuqorida birlik, erlikni o'rgandik. Ya'ni za. Birlik, ikkilik, erlikni o'rgandik. Zani. Birlik, ayollikni o'rgandik. Ta, tihi, zihi. İkilik ayollikni o'rgandik. Tani, tayni. Ulai, ulani o'rgandik. Er ayollik ko'plik. Endi buning yaqin qanday ishlatamiz, yiroq qanday ishlatamiz, o'tir hal qanday ishlatamiz va shuning aloqador hukmlarni o'qiymiz. Endi bu yerda bir diqqatga tegishlik bir masala bor. Biz navbatda arab tilidagi mabni ismlar babida ketib boramiz. Endi biz ism ishoratlarni ana shu mabni ismlarning qatoridan sanadik. Bunda bo'lsa, ism ishoratlarningki hammasi mabnimi desak, yo'q. Mush ism ishoratlarning ichidan ikki tanesi bu mabni emas. O qaysi deganda asmaul ishara al-mabni al-asmaul isharatul musanna mu'rab deydi. İkilik ism ishoratlari nima mu'rab. İkilik shaklda kelgan, masalan, zani, tani degan ma ikkisi mu'rab. Bu o'zgaradi. Pashqi holatda zani deb alif bilan keladi, zavar zirlik holatda zayni deb ya bilan keladi. Demak, jumlalik o'rniga qarab qanday qiladi? O'zgaradi. Qolganlar qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Hada shubbati har qanday o'rinda kelsin, hada keladi. Hadihi har qanday qayda kelsa, hadihi keladi. Haula shunga o'xshash o'zgarmaydi. Faqat ism ishoratning mayli erligi, mayli ayolligi bo'lsin, ikkilik shakli qanday bo'ladi? Mu'rab bo'ladi deydi. Qanday i'rob bo'ladi? Yu'rab i'robul musanna. Ikkilik ismning i'robi bo'ladi. İkilik ismning i'robi qanday bo'ladi? Biz buni o'z navbatida so'zlaymiz. Masalan, jaa hadani ra'aytu hadayni. Jaa hadani. Bu ikkisi keldi degan bu jumlada jaa fi'il, hadani fa'il bo'ldi. Bu yerdagi hadani fa'il bo'lg'achqa, pashlik o'rinda bo'lg'achqa alif bilan keldi. Ra'aytu hadayni. Bu yerdagi hadayni maf'ulun bihi o'rinda bo'lg'achqa, zivarlik o'rinda ya bilan keldi deymiz. Demak, bu jumladagi o'rniga qarab qanday qildi? O'zgardi. Unda bo'lsa bu mabni emas. Ya'ni ism ishoratlarning ichidan ikkilik qanday bu mabni emas. Endi bunun aloqador hukmlar ahkamu asmaul ishara. Ism ishoratningki hukmlari. Endi biz ism ishoratlarni 5 turga bilib tushundik. Endi biz bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lsak, ba'zi narsalar qishimizda bo'ladi, ko'z oldimizda bo'ladi. Ba'zi narsalar bir oz yiroqda bo'ladi, yana ba'zilar eng yiroqda bo'ladi. Ya'ni yaqin, o'tirhal va yiroq deb 3 xil holatda bo'ladi. Lil mushara ilayh 3 maratib deydi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsaninki 3 martabasi bor deydi. 3 xil martabasi bor. Birinchisi qariba, yaqin. Ya'ni biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa ya yaqin bo'ladi, ya'ni ko'z oldimizda bo'ladi. Buningga fayusharu ilayhi bima laysa fihi kaf va la lam. An ishorat qilinadi uningga bima laysa fihi kaf va la lam. Uningda kaf va lam bo'lmagan narsa bilan ishorat qilinadi. Masalan, hada, hadihi deganga o'xshash. Ya'ni buningga kaf bo'lmagan, keyin kapni akamay turib ishorat qilamiz. Yaqin bo'lsa. Mutawassita ikkinchi xil martabasi o'ttir hal. Agar biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bek yiroq emas, ko'z oldimizdami emas. Chunki biroz yiroq, ya'ni o'ttir hal yiroq bo'lib qolsa, buningga ishorat qilinadi. Uningga bima fihi kaf wahda. Faqat kaf ma'nosi bilan lam qana qilinadi, ishorat qilinadi. Masalan, van ism ishorat deb o'qidik. Buning keyiniga biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsaga masalda kapni kirsak bo'ladi. Masalan, zaka. Zaka.
Bu avu degan gap. Ammo bak yiroq emas, o'ttir hal yiroqqa ishlatiladi. Sen tika bu ayollik birligi. Zaka tika deganga o'xshash. Ayollik birligi, zaka erlik birligi. Endi yiroq bo'lib qolsa shu bo'lsa bima fihil kaf val lam ma'an deydi. Endi yiroq bo'lib qolsa unda kaf va lam birlikda bo'lgan narsa bilan ishorat qilinadi deydi. Masalan, zalika tilka deganga o'xshash. Demak, buningga zalika deb lamni va kafni kirdik, tilka deb lam bilan kafni qanday qildik? Kirdik. Demak, agar biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa yaqinda bo'lib qolsa, zani ishlatamiz, o'ttir hal yiroqda bo'lib qolsa, zakani ishlatamiz yoki keyinga kaplan eklamiz, lamni eklamaymiz. Agar yiroqda bo'lib qolsa, buningga lab va kapni kelib ko'rsatamiz. Zalika tilka deganga o'xshash. Endi bayatni deb o'tganimizdek qad yalhaqu bi awailiha ha'ut tanbih. Ba'zida hozir bu arablarning ishlatilishi demayli kitoblarda bo'lsin, ko'pincha hollarda shunda bo'ladi. Ba'zida uning beshiga, ya'ni ism ishoratning beshiga tanbihning hasi qo'shiladi. Ya'ni diqqatni chekish, diqqatni taratishning hasi qo'shiladi. Arab tilida bu shunday diqqatni chekishning hasi bor. Hada, haula, hadihi, haula deganga o'xshash. Asli ism ishorat va bihi ula. Tanbihning hasi qo'shildi. Biz bayatni so'zlab o'tgandek, bu tanbihning hasi bilan ism ishoratning o'ttirishqa shu ko'rsatmoqchi bo'lgan narsaningki domir kirsa bo'ladi. Masalan, ha ana za, mana men, ha huwa za, mana u deganga o'xshash. Ha antum ulai bayatning oyati karimidagi. Va yattasulu bi awakhiriha kafil khitab va unudu uning oxiriga xitobning kasi deydi. Kafi deydi. Masalan, bu bashqil alfaz ka, kuma, kum, ki, kunna. Bu qo'shilib kelsa bo'ladi. Masalan, ka, zalika, zalikuma ikkilik bo'lib qolsa, zalikum ko'plik bo'lib qolsa, ki, kunna degan. Shunda qo'shsaq bo'ladi. Ya'ni biz ishlamoqchi bo'lgan narsa birlik, erlik bo'lib qolsa, tilka, tilki deb. Ammo tilkini tilka deb ishlasakmi bo'laveradi. Chunki bu tilka degan ism ishoratning o'zinimi ayollik shaklda. Zalika, zalikuma, zalikum deb bunga xitob qilib, qo'shib ishlasak-chu bo'ladi. Mana bu asmaul ishoratga aloqador bo'lgan hukmlar. Demak biz arab tilidagi mabni ismlarning ikkinchisi bo'lgan asmaul ishora bilan tunishib chiqdik. Endi biz arab tilidagi mabni ismlarning uchinchisi bo'lgan mavsul ism, ulanma ism bilan tunishib chiqamiz. Ya'ni al-ismul mavsul bilan tunishib chiqamiz. Endi ism mavsul degan qanday ism deganda, endi bu Uyg'ur tilimizda ism mavsulning tarjimasi g'anqan, diki-tiki, leri deganga o'xshash qo'shimchalar bilan tarjima qilinadi. Buni Uyg'ur tilidagi tarjimasiga qarasaqmi, bu o'zi bir mustaqil maqsad bundan chiqmaydi. Masalan, diki-tiki, g'anqan desak, bundan bir mustaqil maqsad ifodalanmaydi. Am uy diki, kagan deganga o'xshash buningga bir silisi deymiz arab tilida. Keyindan keladigan jumla bilan uningdagi maqsad qanday qilinadi? Ifodalanadi. Hamda bu diki-tiki, g'anqan degan bu ism mavsullarning xoslari bor. Ya'ni har biriga xos, erlik xos, ayollik xos, ikkilik xos, ko'plik xos, xoslari bor. Va yana bir turi bor, erlik bo'lsin o'xshash, ayollik bo'lsin o'xshash, birlik bo'lsin o'xshash, ko'plik bo'lsin o'xshash, o'rtaq ishlatilganlar bor. Biz oldi bilan bu ism mavsulninki xoslarini so'zlaymiz. Ya'ni har biriga ayrim so'zlanganlarni so'zlaymiz. Endi birinchisi allazi. Bu birlik erlik uchun. Bir erlik uchun biz allazini ishlatamiz. Qanqan diketik degan. Masalan, ja'allazi najaha. Ja'allazi najaha. İmtihandan o'tkeni keldi. Ja'a keldi, allazi najaha. O'tkeni qarama. Najahasi o'tdi bo'ldi, allazi najahasi o'tken. İmtihandan o'tkeni keldi. Mana bu najaha degan qanday fe'l bu? Erlik, birlik fe'l. Bu erlik, birlik fe'l. Shundaqla ja'a degan fe'l mu? Erlik, birlik fe'l. Shu bu yerdagi ja'a degan fe'lning fa'ili erlik bo'lg'achqa, birlik bo'lg'achqa allazi erlik, birlik shaklda keldi deymiz. Ja'allazi najaha. Endi
utuq qozongan. Agar keyindagi imtihondan o'tgan utuq qozongan degan najaha degan fe'l kelsa, bu allazina ma'nosi chiqamdi chiqmaydi. Demak, bu ism mavsul keyindan kelgan jumla bilan uning ma'nosi yuritiladi. Unda bo'lsa, uning ma'nosini yuritib turadigan jumla bizning deymiz arab tilida desa, silsi deymiz. Ya'ni ism mavsulning silsi deymiz. Buradagi najaha allazina mavsulu silsi. Ya'ni allazina ma'nosini yuritib bergan silsi bo'ladi. Endi allazina erlik birlik dedik. Allazani bu erlik ikilik. Erlik ikilik. Masalan, fazallazani sabara. Sabara erlik ikilik. Faza bu tilning birlikkaga bu birlik holati kelsin bo'ldi. Ammo bu yerda ikilik. Sabara ikilik. Masalan, sabr qilgan ikki odam utuq qozondi. Faza degan utuq qozondi degan. Sabr qilgan, g'amqan degan ma'no. Sabr qilgan ikki odam qana qildi? Utuq qozondi. Biz bu yerda ikki dona er kishin demakchi. Demak, allazani erlik ikilik. Allazina al-ula bu erlik ko'plik. Masalan, ja'allazina najahu. Ja'allazina najahu. İmtihan o'tganlar keldi deymiz. İmtihandan o'tganlar keldi. Mana bu yerdagi allazina al-ula bu yerdagi qanda erlik ko'plik. Al-ula erlik ko'plik. Ja'allazina najahu. İmtihan o'tganlar keldi deymiz. Endi biz erlik birlikni günüp bulduk, erlik ikilikni günüp bulduk, erlik köplikni günüp bulduk. Mana bu her bir özüge xas, birini biriga ishlatishga bo'lmaydi. Endi ayollik birligi allati. Masalan, ra'aytu allati sabarat. Sabr qilganni ko'rdim. Yani sabr qilgan qizni ko'rdim. Ya'niki sabarat degan qanday fe'l? Ayollik. Demak, bu yerda bir ayollikni ishlatmoqchi bo'lgan ekanmiz, allati keldi. Ayollik ikiligi allatani. Allatani. Masalan, ra'aytu allatayni najahata. İmtihandan o'tgan ikki qizni ko'rdim. Ayollik ko'pligi allati allai. Bu ayollik ko'plik uchun. Masalan, ra'aytu allati najahna. İmtihandan o'tgan qizlarni ko'rdim. Bunun qaraydigan bo'lsaqmi, bu najahna ayollik ko'plik shaklidagi fe'l. Buning silisimi shunga o'xshash holatga kelgan. Endi buning biz ism mavsulini deb o'rgandik. Arab tilidagi mabni o'zgarmas ismlar deb keldik. Jumla nima kelsin, bir xil holatga keladi deb o'rgandik. Endi bu ism mavsulning hammasi mabnimi deganda, yo'q. Buning ichidan asmaul mavsulatul musanna mu'rab. Buning ichidan ikkilik holati mu'rab, mabni emas. Ya'ni jumlik o'rniga qarab o'zgaradi. Pashk bo'lsa boshqacha, zirlik yoki zirlik bo'lib qolsa boshqacha keladi. Masalan, bayatga misol qarasaqmi, allatani bu pashk holatga keldik bu yerdagi misolni. Endi jumla qarasak, ra'aytu latayni. Bu allatani latayni bo'lib qoldi. Nima uchun? Bu yerda allatani allatayni zirlik o'rinda. Ya'ni maf'ulun bihlik o'rinda bo'lg'achqa bu ya bilan keldi. Demak, bu jumladagi o'rniga qarab qanday qildi? O'zgardi. Demak, allatani bilan allazani erlik ikiligi va ayollik ikiligi qanday mu'rab. Qolganlari mabni. Endi bular bayatda men tushuntirgandek al-mavsul xos deymiz. Xos mavsullar bular. Ya'ni har biri o'ziga xos. Allazi mufrad muzakkarga, allazani musanna muzakkarga, allazina li jam'u muzakkarga, allati mufrad muannasga, allatani lil musanna muannasga, allati allai ayollik ko'plikka. Demak, xos bir-birini ishlatib bo'lmaydi. Endi ism mavsullarning ichidan o'rtaq, erga ishlatib bo'ladigan, ayollarga ishlatib bo'ladigan, ko'plikmi, ikkilikmi, birlikmi shu bir xil holatni ishlatib bo'ladiganlar bor. Buni biz al-mavsulatul mushtarika deb ataymiz. O'rtaq bo'lgan mavsul deb ataymiz. Masalan, buning birinchisi ma. Buni ma'ni ko'plik ishlatsak ham bo'ladi, ikkilik ishlatsak ham bo'ladi, birlik ishlatsak ham bo'ladi. Ammo buningki ishlatilish yo'nalishi aqlsizlik bo'ladi. Aqlsiz shaylarga. Aqlsiz shaylarga ishlatiladi. Asosliq shaylarga ishlatiladi. Masalan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Masalan, bu hadis qarasak, da' degan tashla, tarak et ma yuribuka. Seni shakka tashlagan, qaranglar, ma'no ma'nosini chiqdi, g'on. Bu yerdagi ma ism istifhom emas, ism mavsul. Shunga g'on deb tarjima qilamiz. Shakka tashlagan narsani tashla,
ila ma la yuribu. Seni shakka tashlagan narsadan shakka tashlamagan narsaga o't degan gap. Shakka tashlagan narsani tashlab ne ko'rsa ila ma la yuribu. Shakka tashlamaydi. Demak, shakka qilg'ashni qilma. Ya'ni shakka qilgan narsani yema, shakka qilgan narsani ichma, shakdan saqlan degan gap. Yani bu yerdeki da' ma yuribu. Seni shakka tashlagan narsani tashla. Ila ma. Bu yerdeki ma mavsula seni shakka tashlamagan narsaga. Qarama, bu yerdeki ma narsaga ishlatildi. Demak, ammo bu narsaga ishlatilgan bilan, g'ayriaql ishlatilgan bilan birlik bo'lsin shu, ikkilik bo'lsin shu, qanda ko'plik bo'lsin shu, ayollik bo'lsin shu, erlik bo'lsin shu. Biz ishlamoqchi bo'lgan narsa. Ikkinchisi man. Bu mu'g'anqan tiki deb tarjima qilamiz. Bu aqlliq, ya'ni odamlar uchun. Masalan, akrim man fid dar. Ho'ylidikini hurmat qil. Dikish qilma, ho'ylidikini hurmat qil. Dediki menni diki deb tarjima qildik. Hamda bu yerda ho'ylda ko'p odam bo'lib qolsa-mu, akrim man fid dar deymiz. Ho'yildagi barliq ishlarni demakchi. Ayol kishi bo'lib qolsa-mu, akrim man fid dar deymiz. Ikki odam bo'lib qolsa-mu, akrim man fid dar deymiz. Demak, bu yerdagi man, ikkilik, erlik, ayollik hammasi qanda o'rtaq. Hamda ayya. Hamda bu ikkisi-mu mavsul. Masalan, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Biz har bir guruhning ichidan Rahman Taologa buyun tavliq qilgan, boshtonliq qilganlarni qanday qilamiz? Tatib chiqamiz degan. Bu oyatga qarasak, Rahman Taologa gunohkorlik qilgan, buyun tavliq qilgan, ya'ni eng qattiq buyun tavliq qilganlarini, qanday ayyuhni g'allarini degan g'an ma'nosi chiqadi o'sha yerda ayyudni qanday chiqadi? G'an ma'nosi chiqadi. Bu zu odatda ko'pincha hollarda ism mavsul bo'lmaydi. Faqat bir xil holatda ism mavsul bo'ladi. U qaysi esa bi ma'na allazi. Bu liq, zu xuluqin, axloqliq, zu lihiyatin, saqalliq deb liq ma'nosidan keladi. Bu vaqt ism mavsul bo'lmaydi. Faqat g'anqan degan bir ma'nosi qildigan va allazi ma'nosi qildigan. Mush yerda ism mavsul bo'ladi. Masalan, wa bi'ri zu hafartu wa zu tawaitu. Man ko'lgan va man tamsoqqan qudug'im. Degan qudug'dan gap. Zu qarama, qolgan, ko'lgan, zu tawaitu, tosmusagan, chitallagan degan gap, tamsagan degan gap. G'anqan ma'nosi. Demak, allazi ma'nosi. Zuning allazi ma'nosiga vaqtda ism mavsul bo'ladi. Oxirgisi alif lam. Bu allazi ma'nosidagi alif lamni bo'ladi, ism mavsul bo'ladi. Ko'pincha hollarda bu ism fa'il, ism maf'ullarning beshida keladi. Masalan, ja'ani ad-daribu Zaydan. Zaydni urg'ini menga keldi. Ja'ani keldi menga ad-daribu Zayd. Zaydni urg'ini deb, g'anqan ma'nosi bor. Dedik alif lam ism mavsul deb hukm beramiz. Mana bu o'rtaq bo'lgan mavsullar. Hamda biz ism mavsullar bilan tanishib chiqdik, uning ichidagi xoslarini bildik, o'rtaqlarini bildik, hamda biz buning hukmlari bilan tanishib chiqamiz. Ahkamu asmaul mavsula. Hamda biz bayatdan ma'ning ishlatish o'rinlarini o'rgandik, hamda bunga qo'yilgan ba'zi bir hukmlar va o'qaysiz deganda. Birinchidan, yusta'malu man idza ijtama'a al-aqil ma'a ghayril aqil. Bayatdan biz dedik, man aqllar uchun, ya'ni insonlar uchun yoki aql inson bo'lmasin yoki farishta bo'lsin, aqlliqlar uchun ishlatiladi. Ammo yusta'malu man ishlatiladi. Man agar aqlliqlar bilan g'ayri aql jug'lashib qolgan bo'lsa, ya'ni biz jug'lashib xitob qilmoqchi bo'lsak, jug'lashib ishlamoqchi bo'lgan vaqtimizda man ishlasak bo'ladi. Masalan, afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Yaratanmag'anlar yaratqanga o'xshashmi? Yani yaratqini yaratanmag'anlığa. Yaratqan zat, yani Allah kaman la yakhluq. Yaratanmag'anlığa o'xshashmi? Herkes o'xshamas. Demak, bu yerda afaman yakhluqtukum man Alloh qaytidi. Kaman la yakhluqtukum man qaytidi, butlar qaytidi. Bu degan aqlsiz. Demak, bu yerda biz ishlamoqchi bo'lgan narsada aql bilan g'ayri aql jug'lashgan vaqtda, mana aql bilan g'ayri aql jug'lashdi. Shuning uchun manni qanday qilib ishlatib deymiz. Demak, manni aql bilan g'ayri aql jug'lashib qolgan vaqtda ishlatsak bo'ladi. Undan keyin biz ma'ni shaylarni aqlsizlarga ishlatamiz dedik. Yusta'malu ma idza ishtaraka al-aql ma'a g'ayri al-aql. Ishlatiladi ma agar
aql bilan g'ayri aql o'rtaq bir yerda shirik bo'lib qolsa, bir ishda yoki bir harakatda shirik bo'lgan vaqtida ma'ni aql g'ayri aql bilan ishlasak bo'ladi va uqul olmagan aql va g'ayri aql uqul olmagan narsalarga mucho ishlasak bo'ladi ma'ni. Masalan, sabbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Alloh taolani poklidi osmon va zimindagi, ma diki ma osmon va zimindagi narsalar. Bu yerdagi ma deganligi mayli jonliq, mayli jonsiz, mayli aqlli, mayli aqlsiz, hattoki biz uqul olmaydigan narsalar Allohga tasbih etdi, Allohni poklidi desak, bu yerda ma aqlli bilan g'ayri aql jo'lashgan bir jumlada kelgachga qanday qildi ishlatiladi. Endi biz ayyulan ayyini buni asmaul mavsullarning qatoridan sanadik. Asmaul mavsullar bu mabni ismlarning qatoridan. Endi bu aymu mabnimi deganda bu mu'rab faqat bir xil holatda mabni bo'ladi. Qanday holatda deganda illa ayyu mu'rab deydi. Ayyulan ayya mu'rab illa faqat iza udifat va hudifa sadru silatiha. Yani onun silisining, yani uningdan keyin keladigan, uni tafsillab beradigan, uningdan keyin maqsadni yuritib beradigan, uningdan keyin kelgan silisining beshi tashlanib qanday qilsa bu ayyulan ayyiga izofat qilingan vaqtida mabni bo'ladi. Demak, silisning 5 tashlansa, undan keyin mabni bo'ladi. Agar silisning 5 tashlanmay, silisninki, ya'ni to'liq kelsa, buning silisi, ya'ni uningdan maqsadni yuritib beradigan jumlasi to'liq kelib qolsa, buni bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Masalan, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بهذاك ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا degan. Qarama, Rahman Taologa asi bo'lganlarni boshliqlik qilganlarini eng qattiq boshliqlik qilganlarini degandagi ayyuhum ularning ichidagi g'illari degan gapni chiqadi ayyuhum. Ya'ni bu yerdagi ayyuningki hum degan silisi bo'ldi deyli. Bu hum degan silisining 5'te bir gap bormi? Tashlanib ketgan. Ya'ni ayyuhumdan keyin ayyuhum bu izob bo'ldi shunda, bu bir shart edi. Ayyuhum huwa ashad. Yani demek silisining tunji so'g'an huwa qanday qilinib ketgan, tashlanib ketgan. Shuning uchun bu yerda ayyu deb pashki mabni yo'q. Faqat buning silisining 5'i tashlangan vaqtida pashki mabni bo'ladi. Shu ayyuhum huwa ashad. Asli huwa bu yerdagi silis qanday qilinib ketgan, tashlanib ketgan. Agarda mushada huwa degan silisi tashlanmagan bo'lsa, bu yerdagi jumla o'rni ayyuhum nimitdi, maf'ulun bih sizlarlik o'rnatdi. Ayyahum bo'ladi. Demak bu silis tashlandi, pashki mabni bo'ldi deymiz. Endi biz ism mavzulining o'zining maqsadi yuritilmaydi, faqat keyindan kelgan jumlasi uningdagi maqsadni yuritib beradi dedik. Uni biz nima deb atadik? Sila, silatul mavsul, mavsulning silisi deb atadik arab tili qoidasida. Endi bu sila qanday bo'ladi? Jumla ismiya bo'lamdi. Jumla bo'ladi, ammo jumla ismiya bo'lamdi, jumla fi'liya bo'lamdi, shibih jumla bo'lamdi deganda mavsulning silisi bo'ladi, jumla fi'liya bo'ladi. Masalan, qadallazi safara safar qilgani qaytdi. Ya'ni safara degan fi'l degan arab til jumla muomala qilinadi. Jumla ismiya mujarrada bo'ladi. Masalan, khudh ma huwa nafi'un lak. Sana foydali bo'lgan narsani ol desak, foydali bo'lgan, qaranglar, bu yerga bo'lgan degan gap madin chiqadi. Sen uchun foydali bo'lganni ol degandagi qon madin chiqadi. Bu ma'noning silisi huwa nafi'un lak degan bu jumla ismiya nima bo'ladi? Silisi bo'ladi. Ismiya mansukha, ya'ni jumla ismiya mansukha buni bo'ladi, silisi bo'la oladi. Ya'ni mansukha deganimiz mubtada xabarlik jumlaning beshiga kana yoki uning qarindoshlari kirgan bo'lsa, shu jumladagi mubtadani o'zining ismisi qilib pash qiladi, xabarini o'ziningki xabar qilib zavar qiladi. Mana shunday kana bilan birikkan jumlami buningki silisi bo'la oladi. Masalan, shu fi yaman kana maridan. Kesal bo'lgani saqaydi desak, bu yerdagi kesal bo'lgani degandagi man g'ani degan ism mavsul, bu yerdagi kana maridan degan bu jumla manning nimasi bo'ldi? Silisi bo'ldi. Demak, bu yerda kana bilan birikkan jumla, ya'ni jumla ismiyatul mansukha bilan bo'la oldi, mavsulning silisi bo'la oldi. Shibih jumlamiz mavsulninki silisi bo'la oladi. Masalan, akhadtul kutub allati fil khazana. Ya'ni ambadagi kitoblarni oldim.
Yerdeki elleti ism mavsuldi. Fil xazana degan bu shibi jumla. Shibi jumla degan nima edi? Harfi jar majrur yoki muzaf muzofun ilayh shibi jumla deb ataladi arab tili grammatikasida. Mana shunga o'xshash jar majrurni tarkib topgan shibi jumlami allatining nimasi bo'la oladi? Silisi bo'la oladi deymiz. Demak, mavsulning silisi jumla fi'liya, jumla ismiya, ismiya mansuha, shibi jumladan iborat 4 turlik bo'ladi. Endi bu mavsulning silisiga aloqador ba'zi bir qoidalar bor. Ya'ni hukmlar deymiz, qoidalar bor. Bu qaysi deganda, birinchidan al-ismul mavsul ismun ma'rifa yata'ayyanu al-maqsud minhu bi jumla ba'dahu tusamma silatul mavsul deydi. Oldu bilan ism mavsul ma'rifa ism, ya'ni aniq ism. Aniq ism yata'ayyanu muayyanlashudu maqsad u ism mavsuldan uningdan keyingi jumlalar. Ya'ni ism mavsulning o'zidan maqsad ro'shanlashmaydi, muayyanlashmaydi. Uningdan keyin kelgan jumlalar u ism mavsuldagi maqsad ro'shanlashadi. Uningdan keyingi kelgan jumlalar uningdagi maqsad muayyanlashadi. Tusamma silatul mavsul. Ya'ni silatul mavsul deb ataladigan uningdan keyin kelgan jumlalar uningdagi maqsad muayyanlashadi deydi. Bu bir qoida. Demak, ism mavsul ma'rif ism bo'lib, uningdagi maqsad uningdan keyingi silatul mavsul deb ataladigan jumla bilan ro'shanlashadi. Bu bir qoida. Ikkinchisi, endi shu ismimizda bo'lishi kerak. Silatul mavsul, ya'ni mavsulning silisida, ya'ni ism mavsuldan maqsadni muayyanlashtirib turadigan jumlada ism mavsulga qaytadigan damir bo'lishi kerak. Mayli bu damir oshkor bo'lsin yoki yushrun bo'lsin. Deydi, tashtamilu jumlatu silatul mavsul ala damirin zahirin aw mustatirin ya'udu ala al-ism al-mavsul yusamma qa'idan deydi. Mavsulning silisi tashtamilu jumla, bir jumlani o'z ichiga oladi. Tashtamilu jumlatu silatul mavsulninki jumlasi oshkora yoki mustatir yushrun zamirni qanday qiladi? O'z ichiga oladi. Ism mavsulga qaytadigan. Ya'ni ism mavsulning silisi ism mavsulga qaytadigan bir yoki mayli oshkor bo'lsin, mayli yushrun bo'lsin, bir zamirni o'z ichiga olgan bo'ladi. Bu qaytadigan zamir arab til qoidasida deb ataladi, aidan deb ataladi. Aid, qaytquchi deb ataladi. Baytning jumlaga qarasak, masalan, ja'allazi safara desak, safar qilg'ini keldi desak, masalan, safara degan bu fe'lning tagidagi huwa degan damir va bu damir ana shu allazi degan ism mavsul qanday qiladi? Qaytadi. Bu yerda yushrun keldi. Har qanday biz yuqorida keltirgan misollarda ya ashkara yoki yushrun keladi. Al-aid qaytquchi, ya'ni ism mavsul qaytadigan silatul mavsuldagi damir la budda yutabiqa al-ism mavsul fi jinsihi wa adadihi deydi. Qaytquchi, ya'ni mavsulning silasidagi ism mavsul qaytadigan damir ism mavsulga uning jinsida va uning sonida mos bo'lishi kerak. Ya'ni erlik bo'lsa erlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, birlik bo'lsa birlik, mos holatda kelishi kerak. Diqqatda, mavsulning silasidagi ism mavsulga qaytadigan damir ism mavsulga erlik bo'lsa erlik, birlik bo'lsa birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, mos holatda kelishi kerak. Va jumlatu silatul mavsul va silatul mavsulning jumlasi i'robda o'rin yo'q uningga. Arab tili grammatik jumladagi o'rinni surishtirsak, uningga ayrim bir o'rin berilmaydi. Jumlada uningda o'rin yo'q deb tarkib beramiz. I'rob beramiz. Endi bayatin biz mavsulning silisida bir ism mavsul qaytadigan bir damir bo'lishi kerak dedik. Endi bu damir tashlab o'tinsa bo'lamdi deganda, bu faqat bir holatda tashlasak bo'ladi. Ya'ni shu damir maf'ulun bih bo'lgan vaqtida, ya'ni maf'ul bo'lib qolgan vaqtida tashlasak bo'ladi. Yajuzu hazful a'id min al-lab idza kana maf'ulan deydi. Ya'ni shu damirni labzini tashlasak bo'ladi agar maf'ul bo'lib qolsa deydi.
Mesela bunun misallarını ait köp, belki bunun məşqimizdə çıxıb qilishi mümkün. Təmrin. Birinci günlük mən həm də bunun məşqlərini işləyimiz. Birincisi ixtar el-icabatu sahiha fi ma yali. Tövəndəkidən doğru cavabını tanlayın deydi. Birincisi hatani. Hatani degan bu ism işaret. İsmul işara lil musanna al-muzakkar. Ba. İsmul işara lil musanna al-muannas. Qaysi to'g'ri? Deydi. Hatani degan bu muzakkar ikkilik ism işaret deydi. Ba. Bu muannas ikkilik işaret deydi. Hatani ayollik ikkilikni ko'rsatamdi, yoki erlik ikkilikni. Qaysi maskasi, qaysi to'g'ri shuni tanlaysizlar. Baytimiz buni o'rgandik. İkincisi haula'i ulaika. Bu li jam'il muzakkar. Erlik ko'plik uchun ishlatiladi, li jam'il muannas. Ayollik ko'plik uchun ishlatiladi, li jami'i ma sabaq. Ikkilisi uchun deydi. Ilgirkisining hammasi uchun degan gap. Erlik uchunmi, ayollik uchunmi ishlatiladi deydi. Qaysi to'g'ri? Alif to'g'rimi, ba to'g'rimi, jim to'g'rimi tanlaysizlar. Buni mushu bo'yicha ishlaysizlar, qolgan sizlarga topshiriq. İkincisi ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي deydi. Tövəndəki doğru cümlənin aldığı doğru belgisini, xata cümlənin aldığı xata belgisini qoyun deydi. Birincisi hada lil qarib, zaka lil mutawassit, zalika lil ba'id deydi. Hada yaqin üçün, zaka o'tirhal üçün, zalika yiroq üçün deydi. Doğru mu xata? B. El-a'id la budda yutabiq al-ism al-mawsul fi jinsihi wa adadihi deydi. Qaytquchi, ya'ni silatul mavsuldagi ism mavsulga qaytilgan damir jinsida va sanida ism mavsulga mos kelishi kerak deydi. To'g'rimi xato? Aid agar maf'ul bo'lib qolsa, uni tashlasak bo'ladi deydi. To'g'rimi xato? Ikkinchisi, tundagi bosh o'rinlarga ism ishorat qo'ying deydi. Munosib ism ishorat qo'yamiz. Masalan, ar-rajulu alimun deydi. Deymiz, hadar rajulu alimun deymiz. Ana muntaziru hadal muallim. Erlik bo'lsa erlik qo'yamiz. Shu bo'yicha qo'ysanglar bo'ladi. Bu sizlarga topshiriq. Üçüncüsü, ضع اسما موصولا مناسبا في المكان الخالي من الجمل التالية. Tövəndəki cümledeki boş orunğa münasib mavsulunu qoyun deydi. Əmdə mavsulunu qoyusuzlar. İsm mavsulunu qoyusuzlar. Mən boş orun yadullani alal bayt deydi. Kim bana öyge başlap qoyduğunu kim deydi. Menillezi yadullani alal bayt deyimiz. Öyge başlap qoyduğunu kim? Boş orun. Akhbarani muvathiqun. Xabar badi ishonchlik. Men xabar bagini muvaffaq ishonchlik. Shunga masalat qo'ysanglar bo'ladi. Bu qolgan sizlarni o'zingizlar ishlab toping. Unda bo'lsa vaqtlashlar. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.